Okey, pulni endi saning. Bergan odamim pulni ko'rganda, pul tekshirilgani, cho'tki sanalganini his qilsin, okey. O'zi dollar ko'rib beramiz, pechatini ko'rsa, o'zi odamlar his qilishyapti. Yetib qo'yishadi buni. Boshladik, bismillah. Yutib yuboradi-da, bu yutib yuboradi apparat. Gloria GFS 220. Cheklari ham hafif tez chiqargan, okey. Ha, buniki tez. Eski apparatimda unaqa emas edi. Buniki bittada tez chiqarib beradi, ishimiz oson bitishi uchun. Bu bemalol millionlarni ham sanaydi. Buni men eshitdim, okey, bu apparatingizni shahardagi seryoziy banklar ham ishlatar ekan, okey. Shunaqa banklar ham ishlatadi. Buni ham banklar ishlatadi. Dokesh brend. Buni ham banklar ishlatadi. Bu apparatda yangicha texnologiyasi ham bor, mana qarang. Bitta tepaga ushlab qoldi, deyapti. Buni bosamiz. Qatta qanaqa nuqsoni borligi uchun o'tkazmaganini aytib beradi, mana ketdi. Hamma narsalari bilan ko'rsatib beradi. Ko'ryapsizmi? Pechat nimaga, okey, bu pechat? Sanagan pulimni o'zim tanishim uchun pechat uraman. Pullarni sanab tekshirib berdik. Okamlar uy olish uchun pul yig'gan ekanlar, yaxshi niyatda. Ertaga egasiga berish uchun tayyor qilib qo'ydik. Bu videoni yaxshi niyatda pul yig'ib uy olaman degan tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Hammamizga shunaqa barakali pullar nasib qilsin. Sog' bo'linglar.